So'nggi vaqtlarda kommunal tarmoqlarga noqonuniy ulanish holatiga nisbatan ta'sir choralari kuchaytirilib, hatto jinoiy ish sifatida ham baholanyapti. Masalan, Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanidagi fermerlardan biri noqonuniy tarzda suv nasosini ishlatib kelganligi oqibatida tuman elektr tarmoqlari korxonasiga 46 million so'mdan ortiq zarar yetkazib, o'g'irlik jinoyatini qasddan sodir qilgan deb topildi. Kuni kecha jinoyat ishlari bo'yicha Oqoltin tuman sudining Farg'ona shaharchasida o'tkazilgan sayyor sud majlisida ushbu fermerga nisbatan jinoyat ishi omma oldida muhokama qilinib, fermerga 2 yil axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Mahfirat Xudoyberdiyeva mavzu davomi bilan. Mazkur sayyor sud majlisida aniqlanishicha, sudlanuvchi fermerga qarashli 20 gektar yer maydoniga tomchilatib sug'orish uskunasi o'rnatilgan. Lekin tuman elektr tarmoqlari korxonasi bilan o'zaro kelishgan holda to'liq shartnomalar asosida hisoblagichlar o'rnatilmagan. Ta'minotchi korxona tomonidan fermerga tomchilatib sug'orish uskunasiga elektr energiyasini hisoblagichi o'rnatib berilgan bo'lsa-da, o'tkazilgan tekshirishlar davrida hisoblagichning nazorat muhri yo'qligi ham ish holatiga oydinlik kiritdi. Oqoltin tuman elektr tarmoqlari korxonasi manfaatlariga jami 46 million 753 ming 200 so'm moddiy zarar yetkazganligi aniqlandi. Elektr hisoblagich o'rnatib berish majburiyati pudratchi tashkilot zimmasida emasligini sud inobatga olib, fermer xo'jaligi raisini aybli deb topdi. Jamoatchilik ishtirokida ko'rilgan mazkur ishda sud fermerga jazo turi va miqdorini tayinlashda uning aybiga to'liq iqrorligini, qilmishlardan pushaymonligini, muqaddam sudlanmaganligi, yetkazilgan moddiy zararni to'liq qoplaganligini hisobga olib, sudlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismining B-D bandlari bilan har oylik ish haqidan 20% miqdorda davlat daromadiga undirib borish sharti bilan 2 yil muddatga axloq tuzatishlar jazosi tayinlandi va Sirdaryo viloyat prokuraturasi tepasi hisob raqamida saqlanayotgan 46 million 753 ming 200 so'm pul mablag'lari Oqoltin tuman prokuraturasining hisob raqamiga o'tkazilishi belgilandi. Shu kabi noqonuniy ulanishlarning oqibatiga hayotiy misol bo'lgan sud hukmi sayyor majlis ishtirokchilari uchun ham saboq bo'lishi aniq. Zero har qanday noqonuniy harakatda barakat bo'lmasligi yana bir bora o'z isbotini topdi. Bu kun Mahfirat Xudoyberdiyeva, Sirdaryo.